Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhine Sahih Bukhari namı kitabında biz bugün taharet münasebetlik bölümde yanıla dersimiz devam ediyordu. Bugünkü bu babda İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi mundaqdaydı. İşki putni oşukça yak oşukulan bir koşup juj hakkında degan mazmun haqida to'xtalib o'tamiz. Bu mu hem de taharet münasebetlik bir mühim mazmun bo'lg'achqa shu bu yerda taharet babida keltirib bunu. Bu 186 numaralı hadis bu. Bu hadise İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge Musa ibn İsmail hadis özlep bergen idi dedi. Bu Musa ibn İsmail Tebu Zeki degan nom bilan meşhur İmam Bukhari'nin ustozlaridan. Bu kishi dedi bizge Vuhayb hadis özlep bergen idi dedi. Bu Vuhayb ibn Halid el-Bahili degan kishi boshda o'tgan. Bu kishi Amr dadisidan Amr ibn Yahya degan kishi İmam Malikning ustozi birinchi hadisda o'tgan. Dadisi degan gap shu bu yerdagi Amr degan kishi o'zi madinlik, ishonchli raviylar deb sifatlangan kishida. Bu İmam Malik rahmetullahi alayhiniki ustozlaridan bo'ladi. Bu kishi 140-yili o'lib ketgan kishi. Bu kishi dadisidan rivoyat qilyapti. Dadisi kim undaqda? Dadisi Yahya ibn Umarat ibn Abi Hasan nomidan mashhur bo'lgan o'zi Ansariylar jamoatidan bo'lgan kishi bu. Bu kishi dadisimi tabiin. Ko'p hadislarni rivoyat qilgan madinlik, ishonchli hadis raviylaridan bo'ladi. Bu kishi masalan payg'ambarimizning sahobalaridan Anas ibn Malik, Rasulullohning xizmatchisi Shuqron, Abdullah ibn Zayd, Abi Said al-Khudri qatorliq sahobalardan hadis rivoyat qilgan. Bu o'g'liq deb biryapti. O'g'ildan boshqa bu nayt nurg'un shogirdlar va bu odamniki. Endi bu odam deydi, men Amr ibn Abi Hasanniki qishig'i kelgan edim dedi. Bu kishi Abdullah ibn Zayddan payg'ambarimizniki tahorat haqida so'ragan deydi. Abdullah ibn Zaydniki sahoba ekanligida shak yo'q. Dunyoga rivoyatlarda, darslarda o'tgan. Bu hadisga Amr ibn Abi Hasan degan kishi bu hadisni rivoyat qilgan Amr ibn Yahya'ning dadisi Yahya degan kishining tog'isi bo'ladi bu adam. Shu tog'isining qishig'i hozir bo'lib kelgan ekan. Tog'isi Abdullah ibn Zayd degan sahobadan so'ragan undaqda. Undaqda bu kishi sahoba emasligi bakrak kuchlik. Bu kishiniki. Lekin ba'zilar sahoba deb bu, lekin sahoba bo'lgan bo'lsa, sahobadan so'ramas bo'lg'aydi. Lekin bu kishining sahoba ekanligida bir qism ulamolar toza gangarash mavhumliq qarashda bo'lgan. Ham agar sahoba bo'lsa payg'ambarimizniki tarixi to'g'risida balkim u sahobadan so'ramaslik mumkin. Bu kishi ham Abdullah ibn Zayddan so'rabdi-da, Amr ibn Abi Hasan degan kishi payg'ambarimizning tarixi haqida so'rgan ekan. Bu Abdullah ibn Zayd degan kishi bir tashtak suv ekilinglar deb chaqirib, tavr degan bir tashtak ma'nosi keldi. Bu atrofdagi odamlarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki tarixini eslab, qo'lga bu tashtakni azroq suv qo'ydi, qo'lni 3 qatim yuvdi. Qo'lni 3 qatim yuvib pokizlab bo'lganingizda, ondan tashtakka qo'lni tiqdi. Pokiz oldi-da bu yerda. Og'zini chaqidi, burnini chaqidi, undan keyin burnini qoqdi 3 qatim suv elib. Ondan qo'lini yana tashtakka kirib, yuzini 3 qatim yuvdi, qo'lini 3 qatim jaynak yuvdi. Undan keyindan qo'lini yana suvga akirib beshig'i masih qildi. Beshig'i masih qilgan vaqtida ikki qo'lini oldiga, keyniga mang'uzdi bir qatim. Ondan ikki putini o'shqich yuvdi, yoki o'shq bilan yuvdi. Amshada iloni masalan ma deb, ya'ni bilan ma'nosini qo'llansa, o'shq bilan yuvdi degan ma'noni bildirdi. Agar iloni ma'lum bir nishonning cheki deb qaragan vaqtida o'shqcha degan ma'noni bildirdi. Bu hadisga masalan oldini keyinni qo'lni opirish boshda nima degan vaqtida boshning hamma tarafiga bir qo'l yasson, o'zlashsin degan bir ma'no hukm paydo bo'lish maqsad qilingan. Bugungi darsimiz mushaychi bo'lg'ay. Bu darsimiz boshda bir o'tdi o'g'ay. Sallallohu alayhi va Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.